Amerika Davlat Majlisi qarmaqidagi Sharqiy Osiyo, Tinch okean va Xalqaro tor bexatarligi komiteti 9 aprel kuni tushdan burun direksion zalida maxsus guvohlik berish yig'ini ichib, Xitoyning inson haqlari, demokratiya va qonun orqali idora qilish sohasidagi ifodalariga yana bir qatam qarab chiqdi. Bu qatimqi guvohlik berish yig'iniga Kengash palata a'zosi Corey Gardner riyosatchi bo'ldi. U oldi bilan so'zilib 2018-yili rasmiy qonunga aylangan Osiyo ishonch tashabbusi qonun loyihasida aniq qilib, inson haqlarini himoya qilishning Amerika tashqi siyosatida muhim o'rin egallashi ta'kidlanganligini, shuning uchun Amerikaning inson haqlari dafsanchiligi eg'ir bo'layotgan Sharqiy Osiyo rayonidagi masalalarga yaqindan ko'ngil bo'lib ketayotganligini bayon qildi. Orqadan bu jihatdagi dafsanchilikning yaqinqi ahvolini bayon qilishga taklif qilingan 3 guvohchini tanishtirib o'tdi. Corey Gardner shu qatorda mazkur komitetning hay'at a'zosi, Kengash palata a'zosi Edward Markeyni ichilish nutqi so'zlashga taklif qildi. Edward Markey nuqtaliq qilib, Amerikaning tashqi siyosatida inson haqlari masalasining izchil muhim o'rin egallashi lozimligini so'zlab kelib, inson haqlarini himoya qilish bilan Amerikaning siyosiy, iqtisodiy va harbiy bexatarligini qo'g'dash bir-biriga daxl qiladi. Tarix bu to'g'riliq bizga aniq qilib, yo'q deb javob berdi, deb ko'rsatdi. Edward Markey o'z so'zida bu qatimliq guvohlik berish yig'inining ovozsizlarga ovozini chiqarish fursati berish so'rini ekanligini, Amerika hukumatining o'zi qilishga tegishli bo'lgan inson haqlarini himoya qilish sohasida davomli o'z burchini ado qilishi lozimligini ta'kidladi. U buningga ulabla navbatda Xitoy hukumatining yuqori fan texnikadan foydalanib, butkul Uyg'urlar diyorini mavhum turmaga aylantirib bo'lganligini, allaqachon $1 million ortiq Uyg'urning lagerlarga qamalganligini, yana kelib Xitoy hukumatining bu vaqtdagi reallikni oshkorlamoqchi bo'lganlarga har xil usulda tahdid silayotganligini, bu xildagi tahdidlarga uchrayotganlarning Amerikada xil ko'p ekanligini bayon qildi. Guvohchilarga so'z qilish fursati berilganda oldi bilan Uyg'ur siyosiy faoliyatchi Roshan Abbas so'z elib, o'z qarindoshlarining hozir yuqori pallaga chiqayotgan tarbiyalash markaziga yo'llash harakatining qurbonlariga aylanayotganligini, buning eng muhim sabablarining biri hozir o'zining Amerikadagi so'z va fikr erkinligi haqlarini joriy qildirib, Uyg'urlarga munosabatlik faoliyatlarda aktiv bo'lganligidan Xitoy hukumatining o'ch elish ko'yida bo'layotganligi ekanligini so'zlab o'tdi. Shuningdek, mushu qatorda 100 minglab lagerlarga qamalayotgan Uyg'urlarning xuddi o'z qarindoshlariga o'xshashla jismoniy, ruhiy va moddiy jihatdan og'ir qiynoqlarga duch kelayotganligini, bu kishilar orasida Amerika fuqarosi bo'lgan ko'plagan Uyg'urlarning necha o'nlab urug' tuqqanlari borligini, jumladan bugungi guvohlik berish yig'iniga kelgan Ziba, Rishad Abbas, Zaynab Ablajon qatorliqlarning hammasining mushu xildagi hissiyotning sohiblari ekanligini, buning hozir chet eldagi barliq Uyg'urlarga o'rtaq ekanligini ta'kidlab o'tdi. U yana navbatda lagerlarga qamalayotgan millionlagan Uyg'urning birli gunohi faqat ularning Uyg'ur va musulmon bo'lganligi ekanligini, ularning madaniyati va diniy sohasidagi barcha mazmunlarning yo'qlayotganligini, Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirlanayotgan qabih qilmishlari sababli Uyg'urlarning hozir bir inson sifatida mavjud bo'lish haqlarining qolmaganligini so'zlab o'tdi. Roshan Abbas oxirida Amerika hukumatining yer shari magnetik qonunini ijro qilib, Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirishga javobgar bo'lgan bir qism Xitoy amaldorlarini jazolashini, muhokamaga sunilgan Uyg'urlarga munosabatlik ikki qonun loyihasini ma'qullashni, shuningdek Uyg'urlar diyoridagi zulmni dunyoga texmo yaxshi anglatish uchun Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining anglatish vaqtini bir qatlashni alohida talab qildi. Roshan Abbas bilan Amerika hukumatini qanday qilib Uyg'urlar masalasida texmo kaskinroq biror tadbir elishga debat qilish mumkinligi haqida suhbatlashdik. U bu to'g'riliq so'z bo'lganda muhojiratdagi Uyg'urlarning hozirgi zulm to'g'risida ko'plab sado chiqarishining muhim ekanligini ta'kidladi. Endi buningga bizning Uyg'urlarning qila oladiganimiz yanada shu o'tirg'i chiqib, masalan mening hadam tutilib ketdi. Hadam tutilib ketib 5 haftadan keyinla men hadamning masalasini o'tirg'i ochib so'zlayapman hamiyada. Buning bilan muxbirlarning diqqati berilib, lekin hukumat doiralarining diqqati berilib, mana bugun meni san'atga isbotlab berishga chaqirdi. Shunga endi qanchalik menga o'xshash va boshqa hozir o'tirg'i chiqib, mening oilamdagilar qini degan shundaq ovozlar qancha ko'p chiqsa shuncha yaxshi. Bo'libmi Amerika grajdanlari? Bizning Amerika grajdani bo'lish suhbatimiz bilan Amerika hukumatiga, Amerikaning senatorlariga, kongressmenlarga bizning talab qilish haqqimiz bor. Bu bizning Amerika grajdani bo'lish bilan asos qonundan bizga berilgan haq huquqimiz. Mushu haq huquqni bütün Amerikada yashayotgan Amerika grajdanlari cho'qim shuni ishlatish kerak. Bu qatimqi yig'inga har qaysi axborot vositalari, Amerika hukumatining munosabatli xodimlari va har soha kishilari qatnashdi.